Juma kuni tirnoq olish haqida Rasululloh nima deganlar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim juma kuni tirnoqlarini qisqartirsa, Alloh taolo undan kasallikni chiqarib, o'rniga shifo kirgizib qo'yadi deganlar. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir kishi kelib, ko'z og'rig'idan shikoyat qildi. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam kim ko'z og'rig'i kasalidan najot topishni va dunyoda boy badavlat bo'lishni xohlasa, payshanba kuni asr namozidan keyin tirnoqlarini qisqartirsin dedilar. Shu o'rinda tirnoq olishning tartibi haqida ham bilib olsak. Xatul Axbor kitobida tirnoq olish tartiblari bunday bayon qilingan. Tirnoq olish o'ng qo'l ko'rsatkich barmog'idan boshlab bosh jimjilog'igacha olinadi. So'ng chap qo'l jimjilog'idan boshlab bosh barmoq tirnog'i olib, oxirida o'ng qo'lning bosh barmog'i tirnog'i olinadi. Qo'llardan so'ng o'ng oyoqning jimjilog'idan boshlab chap oyoqning jimjilog'ida tugatiladi. Manba: O'zbekiston musulmonlari idorasi, muslim.uz portali. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.